Assalomu alaykum qadrli muxlis. Milliy futbol kanali Jahon chempionati arafasida eng so'nggi yangiliklarni ulashishda davom etadi. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi O'zbekistonga qarshi o'yindan oldin nimalar dedi? To'liq matbuot anjumani. Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi Néstor Lorenzo O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Kolumbiya futbolining ushbu avlodi uzoq kutgan lahzada shuncha pullik yig'in va birga o'tkazilgan vaqtdan so'ng jamoaga aytadigan so'nggi so'zingiz qanday bo'ladi? Lorenzo: barchaga xayrli kun. Xabarim odatdagidek o'yindan zavq olishsin, shukronalik keltirishsin va Kolumbiya libosi uchun maydonda jonlarini berishsin. Birinchi kundan nima degan bo'lsak shu, Xudoga shukr 8 yildan so'ng yana ushbu mundialdamiz. Bizda umid katta, o'zimizni yaxshi tomondan ko'rsatish istagi kuchli. Har kungi xabarimiz shundan iborat. Jamoa muxlislar o'rtasida yuzaga kelgan iliq munosabat haqida so'ramoqchi edim. Federatsiya tomonidan mixed zonalar tashkil etilayotgani, o'yinchilarni ko'rish uchun mashg'ulotlarda ko'proq vaqt berilayotgani muxlislarni jamoaga yaqinlashtirmoqda. Bu tashabbus qayerdan paydo bo'ldi? Lorenzo: o'ylaymanki, bu tabiiy ravishda yuz berdi. Yigitlar maydonda borlarini berib, yurakdan o'ynashmoqda va muxlislar buni his qilmoqda. Matbuot har doim siz bilan birga bo'lishi kerak. Ba'zida ma'lumot kam berilishi mumkin, lekin bu ataylab qilinmaydi. Kolumbiya juda muhim sinovda turgan bir paytda rahbarlar, muxlislar, jurnalistlar va umuman ushbu go'zal sport turiga daxldor barchamiz birlashishimiz kerak deb hisoblayman. O'zbekistonning so'nggi 5 o'yini haqida gapirsak, jamoa 2 marta g'alaba qozondi, 2 marta yutqazdi va 1 marta durang o'ynadi. 6 ta gol urib, 7 ta o'tkazib yubordi. O'tkazilgan tahlillarga tayanib, O'zbekistonga qarshi taktik va strategik rejangiz aniqmi yoki hali o'ylantirayotgan jihatlar bormi? Lorenzo: taktik va strategik rejamiz aniq. O'yinga qanday yondashishimizni bilamiz. Taktik jihatdan ikkita holat bor. Biri himoyaviy, ikkinchisi hujumkor. Bu borada O'zbekistonning xususiyatlari juda yaqqol ko'zga tashlanadi. Shunday ekan, biz hujumda ham himoyada ham yakka kurashlarda yutib chiqishga harakat qilamiz. Ertangi o'yinda Kolumbiya favorit, biroq ushbu jahon chempionatining ilk o'yinlarida favoritlar doim yutavermayapti. Bu sizni xavotirga solmaydimi? Lorenzo: yo'q, jahon chempionatlari bizga kichik jamoalar yo'qligini va hech kimning kamsitmaslik kerakligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston kuchli raqiblarga qarshi yaxshi natijalar qayd etgan jamoa. Ularda ajoyib murabbiy bor, 4-5 nafar yuqori darajadagi futbolchilar bor va eng muhimi, ular nima o'ynayotganini aniq biladigan tartibli jamoa. Ertangi o'yinda ularni ortda qoldirish biz uchun asosiy chaqiriq bo'ladi. Jahon chempionatining dastlabki o'yinlarida jamoalarning intensivligi, tezligi va yuqori pressingi ajralib turibdi. Kolumbiya mundialning bunday tezkorligiga qanchalik moslasha oladi? Misol uchun, Xames ertangi o'yinga qanday tayyorgarlik bilan yetib keldi? Lorenzo: Xamesning holati yaxshi, uning jismoniy tayyorgarligi doimiy o'sib bormoqda. Albatta, uning iste'dodi shundayki, ba'zida boshqalar kabi ko'p yugurmasa ham o'yinga oydinlik kiritadi va muhim masalalarda hal qiladi. Intensivlikka kelsak, Kolumbiya bu borada talabga javob beradi. Biz intensivlik bo'yicha dunyoda yetakchilardan sanaladigan jamoalarga qarshi o'ynaganimizda ulardan qolishmadik. Gap faqat yugurishda emas, asosiysi to'g'ri himoyalanish va samarali hujum qilishda. Asosiy umiddalikni qanday tanlaysiz? Ma'lumotlarga tayanasizmi yoki his-tuyg'ularga va buni futbolchilarga qachon ma'lum qilasiz? Yuqorida aytib o'tgandek, bu o'yin strategiyasi va futbolchilarning individual imkoniyatlari o'rtasidagi muvozanatdir. Qaror har doim terma jamoa foydasini ko'zlab qilinadi. Jamoa Guadalajaraga kelgandan beri futbolchilardagi kayfiyatni qanday baholaysiz? O'yinga 24 soat qolganda ularning holati qanday? Jamoa shunchaki ajoyib. Yigitlar terma jamoasi libosi har narsadan ustun ekanini his qilib, o'zlarini butunlay baxshida etmoqda. Tarkibdan ba'zi futbolchilarni tushirib qoldirish men uchun og'ir bo'ldi, chunki ular ham xuddi asosiy ro'yxatdagilar kabi mehnat qilishgandi. Ammo maqsadimiz bitta. Biz barcha narsani yutish uchun keldik. Buning uchun esa o'zimizni to'liq qurbon qilishimiz kerak. Odatda tarkibni oldindan e'lon qilmaysiz, lekin O'zbekistonga qarshi ertangi o'yinda qanday taktik chizma va tarkibni ko'ramiz? Aytishimni xohlaysizmi? Gap shundaki, men buni hali o'yinchilarning o'ziga ham aytmadim, lekin biz yaxshi holatdamiz. Bizda 26 nafar haqiqiy sherlar bor. Bundan juda xursandman. Aeroportda va ko'chalarda bizni Sariqlibolisning muxlislar to'lqini kutib oldi. Ularning ko'pchiligi shu yerga kelish uchun yillar davomida pul yiqqan. Ularga qanday so'zlarni aytgan bo'lardingiz? Lorenzo: rahmat, ularga faqat minnatdorchilik bildirish kerak. Ularning berayotgan mehri va ishonchi bizning ham qalbimizda bor. Biz ham ular kabi bu turnirdan umidvormiz. Bu siz uchun ilk mundial debyut emas. Futbolchi sifatida 1990-yilda qatnashgansiz. Futbolchi sifatida maydonga tushish va murabbiy sifatida chetdan boshqarish o'rtasida qanday farq bor? Futbolchilardagi hayajonni qanday bosasiz? Ruhiy tayyorgarlik uzoq vaqtdan beri olib borilmoqda. Futbolchilar ijtimoiy tarmoqlar yoki o'yin oldi mayda chalg'ituvchi narsalarga berilib ketmaslik kerak. Maksimal konsentratsiya talab qilinadi. Farqqa keladigan bo'lsak, futbolchi maydonda bor kuchini ishga solib, natijaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.
Murabbiy esa o'yinchilarning harakatiga va o'zi tuzgan taktik rejaning ishlamasligiga ko'proq qaram bo'ladi. Ochiq o'ynashni ko'proq yoqtirardim, chunki u yerda hammasi ko'proq o'zimga bog'liq edi, deydi Kolumbiya terma jamoasi ustozi.